Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, guruhimizning qatnashuvchilari, kuzatib boruvchi hurmatli birodarlar. Mana bugun biz 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ulug' yoshi ulug' bobolarimizni, momolarimizni ziyorat qilib yuribmiz. Bugun ota Murodi va Muhazzam momomizni xonadonlariga keldik duolarini olishga. Bugun kunda u kishi 88 yoshni qarshilab turgan ekanlar. Mana xalqimiz haqida, yurtimiz haqida, muhtaram yurtboshimiz haqlarida hamda prezidentimizni, hokimlarimiz haqlarida, mana mahalla raislarimiz barchalarimizni haqlarimizga duo qildilar. Uzoq safarga yurganlar, bemorlarimizga, bemorxonaga yotganlarimiz haqlarida ham duolar qildilar. Duolarni oldik. Bu kishini xursandchiliklariga xursandchilik qo'shdik degan umiddamiz. Alloh barchalarimizdan rozi bo'lsin. Mana shunday momolarimiz, yoshi ulug' momolarimiz ko'p bo'lsin. Xalqimizni haqqiga, yurtimizni haqlariga har doim mana shunday duolar qilib yurishlarini Alloh nasib ro'zi aylasin.